Bir haftada zalga 3 marta chiqadigan aka-ukalarimizga bir haftalik split programma tuzib qo'ydim. Birinchi kun gurtni tepa qismiga Smith trenajyorida ishlaymiz. 12 dan 4 ta повтор ishlaymiz. Ikkinchi упражнениямиz hammer trenajyorda bo'ladi. Aksent bergan holda og'ir vesda 4 ta подход 12 dan ishlaymiz. Va yelkani yon qismiga ishlaymiz. Birinchi подходimiz mahi stорону bo'ladi. 12 dan 4 ta подход ishlaymiz. Ikkinchi упражнениямиz yelkani oldi qismi. Ya'ni delta vitni mashq ishlaymiz. Yelkani oldiga 4 ta подходdan 12 marotaba ishlaymiz. Va oxirgi ikkita упражнениямиz qo'lni orqasiga bo'ladi. Ya'ni birinchisi razgibание, klassik razgibание bo'ladi. 12 dan 4 ta подход ishlaymiz. Oxirgi упражнениямиz naklonный skameykani 45 gradus ko'targan holatda mold ishlaymiz. 4 ta подходdan 12 marotaba qaytaramiz. Ikkinchi kunimiz tsaga верхнего bloka, ya'ni qanotga aksent beramiz. Birinchi упражнениямиz tsaga верхнего bloka bo'ladi. 4 tadan 12 marotaba qaytaramiz. Ikkinchi упражнениямиz lotka trenajyorda bo'ladi. Aksent bergan holatda og'ir ves ko'tarmasdan o'rtacha vesda 12 dan 4 ta подход ishlaymiz. Uchinchi so'nggi mashqimiz tsaga trenajyorda ishlaymiz. 4 ta подходdan 15 marotaba og'ir vesda aksent bergan holatda ishlaymiz. 4-chi mashqimiz yelkani orqa qismiga bo'ladi. Bitta упражнение 4 ta подход 12 ta qaytaruvdan og'ir ves olmagan holatda to'g'ri aksent berib, to'g'ri texnikada ishlaymiz. Oxirgi ikkita mashqimiz qo'lni oldi, ya'ni bitsepsga bo'ladi. Birinchi bazaviy mashq shtangada bo'ladi. 4 ta подход 15 tadan og'ir ves ishlagan holatda to'g'ri texnikada ishlaymiz. Va oxirgi mashqimiz squat trenajyorida bo'ladi. Bitsepsga aksent bergan holatda og'ir vesda to'g'ri texnikada ishlagan holda 4 tadan 12 marotaba qaytaramiz. 3-kun oyoq kuni bo'ladi. Birinchi bazaviy shtangada priседаниеda bajaramiz. 12 dan 4 ta подход. Ikkinchi mashq razgibание bo'ladi. Aksent bergan holatda og'ir vesda to'g'ri texnikada 4 ta подходdan 15 marotaba qaytaramiz. 3-chi подходimiz sgibание bo'ladi. Sgibaniyada 4 ta подходdan 15 marotaba o'rta vesda ishlaymiz. Va so'nggi 4-chi упражнениямиz sumo bo'ladi. Sumoda og'ir vesda oyoqlarni to'g'ri texnikada ochgan holatda aksent berib ishlaymiz. Va oxirgi ikkita mashqimiz trapetsiyaga bo'ladi. Og'ir ves ko'targan holatda skameykaga o'tirib, yelkalarni maksimal tushirgan holatda ishlaymiz. Oxirgi mashqimiz naklonный skameykani 90 gradus ko'targan holatda xuddi shu ko'rib turgan texnikalarda 4 ta подходdan 15 marotaba og'ir vesda ishlaymiz. Shunaqa kerakli videolarni o'tkazib olmaslik uchun sahifamga obuna bo'linglar. Sizlar bilan olam ko'ach bo'ldi.